Qorinam to'ydi. Maza qilishdingmi? Yorib qo'yibdi shashlikda, keltiradi bitta shashlikda omali. Asti gapirma. Va nomer 1 bo'lib turibdi Marg'ilonda. Ana Zikrullohmi? Ha, o'sha. Zikrulloh-yu, bu bolani yaxshi taniyman. Bu bola yoshligidan onasining duosini ko'p olganda, shuning uchun ishlari zo'rda. Hormanglar bolalar. Yaxshimisizlar? Ben bunu yaqinda pasport bilan yurar, taniyman buni. Bu mashinalarda o'zi birovniki bo'lsa kerak. Nima ish qiladi o'zi bu? Ulug'bek oma to'g'ri gapiryapsan. Bir qarasang piyoda yuradi, bir qarasang qimmat mashinalarda yuradi. Nima ish qilarkan o'zi hayronsan. Men qarash, bu bolani men juda yaxshi taniyman yoshligidan. Mencha g'iybat qilishding. Mashina olgan bo'lsa o'zini puliga olgandir. Sallanib ishim bor. Men bilaman, odamni ko'rinishiga qarab shuni aytib beraman. 100% kibr bu ekan. Bir so'm so'raginda cho'ntagdan kapelka chiqmaydi senga. Oma Ulug'bek to'ppa to'g'ri gapirding oma. Bilasan, mana. Men qarash, xonalaring to'ydimi?